Amirul Mo'minin deb atay boshlashdi. Mas'uliyat bobida Allohdan qo'rq. Kimda kim qiyomat kunidan qo'rqsa, uzog'i yaqin bo'ladi. Kimda kim o'limdan qo'rqsa, o'tkinchi narsadan ham qo'rqib qoladi. Amirul Mo'mininga juda qo'pollik qilyapsiz, onaxon. Qo'yaver. Bu ayolni kimligini bilmaysanmi? Bu Havla bint Salaba. Uning so'zini 7 osmon uzra Alloh eshitgan. Albatta Alloh sen bilan o'z eri haqida tortishayotgan ayolning so'zini eshitdi. Endi Umar uni eshitmasinmi? Bu bechora ayol doim eriga yaxshi xizmat qilib, bolalariga qarab, uyim joyim deb yashaydi. Umrining bahorini oilasiga bag'ishlagan bo'lsa ham, eri uni tashlab qo'ydi. Endi taloq qilmoqchi. Holbuki u